Ot bilan do'stlar 3-kun hozir biz uchidan Uchqo'rg'onga qarab yuryapmiz. Hamma akamiz ot boqaraga ot video qo'yib turasiz o'zida. Nechta otingiz bor? 5-6 otimiz bor. Bo'ldi, hozir Uchqo'rg'onda deysiz-a? Uchqo'rg'onga borib hozir obzor qilamiz. Otlarni nima deysizlar do'stlar? Kuzatib turinglar. Mana akalarimiz. Men Uchqo'rg'on Jamshidovni taniydi. Bo'ldi aka. Shuncha akalarimiz. Do'stlar, biz 3-kunni ham boshlab oldik. Mana hozir Uchqo'rg'on, Paxlavod tarafdan ketamiz Andijonga. Ha. Kuzatib turinglar do'stlar, yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna o'qinglar. Telefon sovg'alar bor, bilasizlar. Obunachilarga tarqatib ketyapti. Mana yerda mashinamiz turibdi. Mana orqasida tricykllar bo'lgan. Ko'ryapsizlar. Bo'ldi, Jamshid aka, ko'rishamiz. Bo'ldi. Bo'ldi. Evet do'stlar, kuzatib turinglar, biz Uchqo'rg'onga qarab yuryapmiz. Hozirgacha rasmga ko'rsatmaydi. Bo'ldi aka.